Shoshlashyapsiz buni. Klientga olib qo'ydi. Qachon bitadi bu endi? Bu o'zi bilganlar biladi, bu skuterlar ko'pchilik karburator yechish uchun shuncha narsa razbrat qilinishi kerak. Ko'ramiz, nima bo'lyapti. Massada ham iskrasi bor. Benzinni otib tashlayapti. Motorda tekshiramiz. Motorda ham bor. Yangi suycha qo'yamiz. Mana Pabratskiy. Benzin chiqyapti. Benzinni joyiga tiqamiz. Zalni qilib ko'ramiz. Shunaqa kasal bo'lyapti. Hozir aybini izlaymiz. Benzin bor, suychada tok bor. Massada tok bor. Hammasi bor. Karburator yechib ko'raylik. Hop, kelyapti. Yana dalsh chochamiz valgacha negativlar uchun.